Do'stlar deb video kontentlar yuritib keladigan O'zbekistondan Umra haj safariga yo'lga chiqqan vatandoshimiz, adashmasam Namangandan, ismi ham bilmayman nimaligini, lekin taxallusini bilaman. Videolar yo'limdan chiqib qoladi. Nedik taxallusi ostida video chiqaradigan ukamiz. Anchadan beri kuzataman, videolar listaf qilgan paytim relsimdan chiqib qoladi. Ko'pchilik uydan joy berib, ko'pchilik yo'lda endi baribir kechga tunash kerak. Tunagan payti joy berib, ko'pchilik qizlar, qanaqadir ham insonlar orqasidan gapirib chiqdi, ko'pchilik minnat qilib, qanaqadir ham o'ziga yarasha qiyinchiliklarni ko'rganligim uchun mana shu ukam hozirgi kunda danli birimi Dubayda ekan. TikTokda menimcha original profili yo'q. Agar original profilini bilganlar bo'lsa, mana shu videoni kommentariyasiga atmetga qilib qo'yinglar. Hech qanaqa nima desam, prosta по-братски chin yurakdan vatandoshimizlik uchun yaxshi bir yo'lda ketayotganligi uchun mashbratishkam Dubayda 10 kun turadimi, 5 kun turadimi, gastitsiyasi bo'ladimi, qanaqadir xarajati bo'ladimi, yeb ichishi bo'ladimi, nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar Alloh yo'lida chin yurakdan shu bolaga yordam qilmoqchiman. To'g'risini aytaman, Instagramda meni akkauntim yo'q. TikTokini uni topa olmadim. Muxlislari bo'lsa mana shu videoni like bosib, shu bratishkamgacha yetkazib qo'yinglar. Dubayda necha kun turishdan qat'iy nazar mana men 1 yildan beri yashayman. Chin ko'ngildan chiroyli yordam qilmoqchiman. Xudo xolasa Umra haj safariga borgan payti bitta buqa so'yadimi, bitta qo'chqor so'yadimi, 10 ta qo'chqor so'yadimi, qo'limdan kelgancha Sardor gangster yordam qiladi Alloh yo'lida. Shu bratishkamga bir nazarim tushdi. Bilganlar, taniganlar bo'lsa yuborib qo'yinglar, meni Instagramim yo'q. Bu bola menimcha TikTokda yo'q. Menga aloqaga chiqsin, chiroyli bir Alloh yo'lida yordam qilib yubormoqchiman. Joninglar sog' bo'lsin. Let's go.